Salom hammaga do'stlar, meni kanalimga xush keldinglar. Do'stlar, men bugun kanalimdagi juda ham qiziqarli vlog bo'ladi. Boshimda endi qo'yganim qaranglar. Bugun men tug'ilgan kunim, уже soat 1:30 bo'ldi. Meni Aqmal tabriklab keldi uyimga. U videolarni ham qo'yaman alohida qilib. Endi bu vlogimiz qanaqa o'tishini bilmayman. Lekin zo'r o'tadi degan umiddaman. Biz hozir fotosessiyalar videolar tushirib oldik. Hozir yana fotosessiya davom etadi. Xosligi Aqmal olib bergan narsalarni o'zimiz olgan narsalarni ko'rsataman. O'chib qolyapti mana. Wow, o'chib bo'ldi. Qayerdan yoqamiz hozir? Hozir men bunga yoqib beraman. Wow. Sinib qoldi. Ajiniga o'xshab chiqib bo'lib chiqqanman. Davay, uflayman. Happy birthday to me. Happy birthday. Salom demoqchi edim endi. Salom beraman. Bilmadim, rahmat kattakon. Umuman kutmagandim. O'z kutmasligim. Chunki buni men qilgandim, и вот adetda rosa urishgandik bizni. Iflos. Ataylab bunisi. Rahmat. Shunaqa. Men shortik futbolkadaman, так что. Вот bunga ikkinchi sovg'a. Rahmat, to'xta. Buni keyin ochamiz endi. Senga и вот gullarni. Voy, qo'limga ber. Vau, chiroyli bu. Yaltirashni qara. Kechqurun. Qarang, shunaqa. Hozir buni uyga olib kirib nimaligini ko'ramiz. Ketdik. Tarararam, распаковка chek. Bu qayerdan ochiladi? Mama rasmmi? Voy, bu. Oho, nima? Mana nima? Voy, bu. Buni hali alohida распаковка qilamiz do'stlar. Qaranglar, vau. Juda mendan boshqa narsa. Qaranglar. Vau. Rahmat. Salom hammaga do'stlar. Mana Aqmal. Bugun men Birinchi faqat o'zim men tabrikladim. Da. Boshimda просто mamga ko'rsatish uchun taqib oldim. Shunaqa. Men sizlarga mayli, uni keyin aytaman. Mana do'stlar, Aqmal olib bergan sovg'asi buni ichida. Shunaqa narsalar bor. Hozir bilan распаковка qilamiz. Bunaqa chiroyli gul haqiqiy o'xshaydi. Bunaqa nima edi bu? Shirinlik oldik, короче, rulet. Men bu bochkani Aqmal olib berdi. Shunaqa. Do'stlar, biz soat menimcha 10 ta kam 3 bo'ldi. Biz hali ham o'tiribmiz. Men cho'g'ilib chiqdim. Ketyaptimi video? Короче, hozir men sizlarga Aqmal olib bergan sovg'alarni распаковка qilaman. Birinchi bo'lib shunaqa gul menga juda ham yoqdi. Yaltirashni qaranglar. Haqiqiyga o'xshaydi. Keyin mana shunaqa korobkada. Mana o'ylaysizlar. Mana shunaqa narsa deb o'zim ko'rmay qoldim. Короче, hozir ichida nima borligini, oyog'im birma-bir распаковка qilib chiqaman. Xo'sh, birinchi bo'lib bizda. Oyog'imda nimadir yuribdi, desam gul ekan. Короче, shunaqa men eng yaxshi ko'rgan chipsam zеленый лук. Mana shu yashil bilan ko'k juda ham yoqadi menga. Shunaqa, keyin bunaqa flint, qaranglar, hozir bitdim, doqsam, bam etib yonib ketadi. Keyin mana shunaqa Kinder Surprise. Keyin shunaqa balzam delar, bu. Shunaqa atir. Keyin shunaqa krabik. Bu qora shokoladni boshqa odam berdi. Mana bunaqa pomada bor. Sizga ochib ko'rsataymi shuni? Mana bunaqa, ko'ryaptimi Aqmal? Mana buni qarang. Xo'sh. Keyin mana shunaqa mini stepler qaranglar. Ochib ko'rsataman. Voy. Bu qaysi tarafdan qilinadi shunda?
tushunmadim. Короче, men bitta bor uchun turilgan menimcha. Bak tushunmadim. Oy qanaqa qilinadi bu bilasizmi? Uriladigan joyi yo'q-ku buni. Boshqasini rastakovka qilib tur. Короче, keyin mana shunaqa M&M. Mana shunaqa bloknot qaranglar. Mana. Вообще, chiroyli ekan. Keyin bunaqa krem для рук корейский. И bunaqa Pepsi. И oxirgisi mana shunaqa shiringina brelokcha qaranglar. Buni taqaman. И bunaqa to'qqiz ichiga solinadigan narsa. Короче, shuncha ko'p narsa. Bunaqa gaplar hozir endi bularni mana yesak kerak. Do'stlar, bu narsa mana bunaqa teshadigan ekan, qaranglar. Men ushlab turgan videoni tepadamda. Men ko'rsataman. Bunga tushuntirib. Короче, mana shunaqa bo'lib turibdi. Mana mamutiga yo'q kirgizasizlar deydi bu qog'oz. Ana estetikniy narsalar qilishga, bloknot qilishga va shu zo'r narsa. Hozir yangi trendlar chiqdi-yu. O'shalarni qilishga. Mana qaranglar. Chotki narsa ekan. Osonlik deyishlar. Da, men buni stepler deb o'ylaganman. Menimda qo'yib qo'yar ekansizlar. Bo'ldi. Zo'r-a? Do'stlar, hozir sizlar bilan birgalikda Kinder Surprise ochib ko'ramiz. Bu Spider-Man'li Kinder Surprise ekan. Spider-Man what? Batman. Mana shuni ochib endi qolib. Wow. Xo'sh, qanaqa chiqar ekan nima deb o'ylaysizlar? Wow! Mana shunaqa o'ynamchi buni oyog'i ingichka. O'chib qolibdi. Короче, do'stlar, shunaqa narsa chiqdi. И hozir endi biz menimcha uxlasak kerak, chunki уже 3:30 bo'ldi soat, do'stlar. Yomon uyqum kelyapti. С днем рождения, красивая девушка. А может быть умру когда-нибудь, но пока иду. Chaqir. Bilmam, peshonamga nelarni bitgan. Kimni yodidamiz, kimdir unutgan. Hamisha sog'inib yo'limni tutgan sizdek yaqinlarning boriga shukr. Yaxshi ham yomon ham ne'mat aslida. Turfa fe'l topilgay odam naslida. Goh qishda yashaymiz, goh yoz faslida. Sizdek yaqinlarning boriga shukr. Kimning duosida doim ismimiz, kimningdir o'ta bir yoqimsizimiz. Goh rohat, goh azob ichra jismimiz, sizdek yaqinlarning boriga shukr. Keling bir kelishib olamiz bugun. Hayot tegirmonidan chiqsak but-butun, yashaymiz yaxshilik ulashmoq uchun. Sizdek yaxshilarning boriga shukr. Bog'boni soz bo'lsa, bog'i so'lmaydi. Goho kimlardandir ko'ngil to'lmaydi. Do'stlar, men maktabdan keldim va bugun men maktabda voleybool komandasiga shunaqa qilib tabriklashdi, qaranglar. Bunaqa tort bilan ustlari ana xlaposhka otilgan zar sochiladi. U shunaqa bo'lib yotibdi. Qatinidir boyda ishlatishgandi menga. Mana men bilan ishlamayman. Shunaqa kiyimlarida sharlar bor, hozir ularni ham sizga ko'rsataman. Do'stlar, mana menga berishgan sovg'alari, bularni hali sizlarga raspakowka qilib ko'rsataman. Mana shunaqa hozir sizlarga sharlarni ham ko'rsataman. Mana do'stlar, menga shuncha shar berishdi, qaranglar. Shunaqa sovg'alar, keyin tort. Hammaga rahmat, sizlarni yaxshi ko'raman. Do'stlar, keyin menga o'rtog'im shunaqa chapchika berdi, qaranglar. Juda ham chiroyli ekan. Keyin shunaqa narsalar va bunaqa narsalar, shirinliklar. Do'stlar, hozir bizda soat 5:30 bo'ldi. Biz hozir men, Aqmaral, Nasiba, Sherzod akam, oyim shu 5-kalamiz hozir muz uchishga boramiz. Ovqatlanib, shunaqa qilib qaytamiz. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ringlar.
Scars like the best, my mind takes flight. Dark echoes pulsate. Mana Nasiba, salom deb qo'y. Biz ovqatlashib keldik. Menga buni shunaqa sovg'a berib o'rgandi. Hozir shuni ham raspakovka qilamiz. Davay, sen och. Men videoga olib turaman. Teskari ochib qo'y. Adashib ketdim. Mana. Mana bunisi, повязка. Mana bu повязка bo'lishi kerak. Ha, bu qo'lga taqadigan. Vau. Menga yoqdi. Sengachi? Zo'r ekan lekin. Sendan birinchi ochib qo'ydimmi? Taqib ko'raman. Короче, shunaqa biz zakaz berib qo'yganmiz narsa. Savarichi. Mana. Do'stlar, mana bizning zakazimiz ikkita lavash, shunaqa. Mana Nasiba. Akmaralar boshqa joydan olishga ketdi. Ular danar yemoqchi. Adashmasam, biz lavash oldik. Biz danar yo'q ekan. Biz ovqatlanamiz, lekin lavash kichkina ekan. Dislike Wendy'sga. Ket. Biz alpomishdamiz do'stlar. Hozir endi muz uchamiz, to'g'ri? Da. Kama vaqti. Короче, biz chiqdik Alpamishdan, mazza qilib o'tdik. Ha, berildi. Mana.
Do'stlar, biz o'sha mahalla biz keldik. Qaranglar, qormi nimadir yog'yapti, korоче, nimaligini bilmayman. Hamcha yomg'ir, lekin qorga o'xshadi. Mana qimara. Bizning uyimizga ketyapti. Shunaqa gaplar. Juda ham zo'r kun bo'ldi. Do'stlar, biz uyga kelib oldik. Aqmaral hozir uyga ketib qoldi. Bir-ikki ishlar chiqib qoldi deydi, o'shaning uchun. Bugungi kunim juda ham zo'r o'tdi. O'zimizni voleybol komandadagilarga ham juda ham kattakon rahmat aytib qolaman. Iyki men obunachi menga shunaqa brassetmi, короче, shunaqa berdilar. Rahmat, menga juda ham yoqdi. Eng katta anaqam shu voleybol komandamdagilarga, oilamga, shu obunachilarimga. Ikkinchi Sherzod aka, Nasiba, hammalarga ham kattakon rahmat. Men bilan birga aylashga borib, shunaqa kunimiz zo'r qilganinglar uchun hammalarga juda ham kattakon rahmat. Agar bu video sizga yoqqan bo'lsa, like, podpiska va kolokольчик bosib kelishni unutmanglar do'stlar. Xayr, sog'lom bo'linglar.